Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan Muhammad Yusuf. Bugun kelib hozir uylar oldik, alhamdulillah. Uylar oldik, endi uylarni ko'ngil qanday qilyapmiz? Kamchilik to'ldiryapmiz. Bugun praktika qilganman mana. To'ldirganlar praktika qildim. Hamma narsa nima kerak bo'lsa, zarur bo'lgan narsa oldim. Shunaqa. Bugun kun 31-dekabr, lekin biron bir narsa qilganim yo'q hali. Ovqat yeganim yo'q. Nima uchun? Ko'pchilik aytdi, ko'rsatmaydi dedi. Vaqt bo'lmayapti o'zi. O'zi ovqat yegani ham vaqt bo'lmayapti-da. Bir nima qilib hozir mana arablarda pirashkiga o'xshagan narsa bor-da, o'shani yeb o'tiribman. Alhamdulillah. Ko'pchilik yaxshilar kommentar yozibdilar, Alloh razı olsun. Hammalardan inshaalloh Suriya haqida gapiryapti ko'pchilik. Mana Suriyani Turkiya oldi. Nima bo'ldi deb yo'q. Alekcha aytyapmiz-ku, metakatasini siyosatda bo'lyapti. Bu siyosatga men aralashishga vaqtim yo'q. Bu hojatim ham yo'q. Mendan kattalari bor, o'shalar tartibsiz qiladi inshaalloh. Biz zohir aytamizki, hozir paytda ancha-muncha bunaqa Suriyada ham yengillik bo'lib qoldi. Chunki kofir kimsalar ketgandan keyin Rus bo'lsin, Bashar bo'lsin, qochib ketgandan keyin alhamdulillah mana davlat Suriya yaxshi tarafiga o'zgarayapti, alhamdulillah Allohning izni bilan. Biz hozir bozordamiz, bozorda umraslar olishimiz kerak edi, praktika qilib, o'sha kutib, birodlar kutibmiz, kelib qolsin inshaalloh. Mana chiqqanimizga inshaalloh 20 kuncha bo'lib qoldi, alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. O'tyapti ko'ribmiz. Ko'pchiliklar video qilinglar, vaqt oldinroq qilinglar, Alloh uchun rozi bo'lib qo'yinglar. Vaqt bo'lmayapti menga, vaqt bo'lmayapti. Uyim to'ldirgani ham, bu narsa qilgani vaqt bo'lmayapti, to'g'risi. Bugun chiqib narsa birodar mashinasini olib qo'yib shuna qildik-da. Praktika qilyapmiz hozir. O'zimiz mashinamiz harakat qilgani yo'q. Kutibmiz mashinamizni. Kelib qolsa inshaalloh olamiz mashina. Bizda shunaqa yangiliklar. Birodlarlar kelyapti hozir, kelyapti. Akasi kelyapti, hadi yetim qo'zilar. Aka amniyat pishdi aka. Bitta video qo'yibman aka lekin. Amniyat pishdi. Internetda video qilaman aka. Amniyat pishdi aka. Men olmayman, bezmam tash yerda. Amniyat endi nima qildi? Aytib qo'ydim. Biz Suriya aholisimiz o. Birodar deyapmiz. Suriyalik turkmanlarimiz o. Bismillah. Qorni ochib ketgan to'g'risi. Biz endi sizlar uylar shunaqa suyaladigan odammiz. Nima uchun uyalaman, nima uchun yashirib yeyman? Yo'q. Qanday desam shuni deyapman. Chunki hozir sizlar oldin yolg'on gapirib turib, yolg'oncha qilib turib, lekin boshqalar oldida o'zim bu yoq o'zganda qanaqa ishim yo'q. Sizlar oldiymanmi yo Robbimni oldiymanmi? Robbim oldimagandan keyin nima qoldi? Shunaqa Suriyada hozir. Zavtrgimiz, ya'ni zavtrgimiz soat 1 bo'ldimi? Soat 1 bo'ldimi? Biz qotdimi? 2 bo'ldi. Zavtrga 2 bo'lyapti hozir. Obedda 2 da. Abasa nima gap aka? Yetim qo'zi kelmasa chiqqanim ko'rib, a? Mazot, mashina mazot yo'qdi, o'yla qoldi. Bu aka bilan eskitdan bari bilamizda. Lekin qamoqdan chiqqan uchun kelmadi aka. Men ketdim ular oldim, ular kelmadi. Men bordimmi? Qachon bordingiz? Qachon keldingiz? Men Damashqqa bormayman, kelishini kutdim-da. Qo'lda oqibatda? Oqibatda? Mashina ustaxonada edi. Papatni qilib borsiz bo'ladi aka. Ularni bolalar bilan ko'rishlar. Shunaqa deb qo'ying-da, lazqada dengiz yuradi desiz, to'g'ri bo'ladi aka. Men birodar bilan chiqqanman, lekin hozir amniyati bor. Achizga qiling. Birodar amniyati bor-da. Bu ham biz yuz olgan. Yaxshi amniyat qo'yarsiz aka, siz endi aka, yuzda ham yo'qorsiz aka. Yuz deyapsiz bo'lardi aka, lekin bunaqa qo'yarsiz aka. Ayollar yopmayapti, bunaqa qilib aka. La. Bunaqa, gaz bormi ekan? Gaz olishimizda gaz yo'q. Qo'yibmiz gaz. Aynan. Ayvor aka. Aysi, nima bu? Buni xullas kamlar taqib to'qib. Voy, endi boshlandi aka. Butun gaz bor ekan-ku. Shunaqa gap. Uyimda ham nechta yo'q ekan, sportdan boshqa yo'lmizda. Bizga aytay yo'q qafas. Ha? Bizga aytay yo'q. Taht paradoy. Boshlayapmiz, endi ketamiz, yana gaplashamiz inshaalloh.
Allohga amalsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Meni hadi. Baş qarab zo'r ekan bu. Motorda. Ha, etti işte. Dikkat. İstihbarat. Bana palçı gerek ya. İstihbarat çıkıyor. Yana gapirsin. Allohga amalsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.